Salom do'stlar, sizlar bilan men Soliho'm Said do'stlar. Bugungi videoga xush kelibsizlar. Xullas, bugun do'stlar biz videomizda oldingi videoda men binoimizni bankdan turar joyga almashtirgandik va hozir bu videoda biz mana shu yerda bankimizni quramiz. Ya'ni Soliho City'ni eng birinchi banki. Hop, buning uchun bizga har doimgidek ana o'zimiz Word Edit botimiz yordam beradi. Qayda sehrli bolta. Xo'sh, birinchi bo'lib bankka kiradigan yo'lni qo'ysak. Hop, mana shu yerda bunda olsak. Mana shunday qilsak. Davom qilamiz. Endi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 dedi. 12 bu yoqdan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 bo'lsa bu yoqqa endi tushiraveramiz takanzi. Mana shukicha. Set Walk by Walk qilishimiz kerak. Set Walk wood. Harakat nima deyiladi ana narsa? Walk planks ekan. Set planks. O mana. Xo'sh, endi qo'ygan joylarini qo'lda qilamiz. Sababi bu juda ham bir dekorativ narsa bo'lishi kerak. Xo'sh, bizga kvarts kerak birinchi o'chirda. Kvarts stairs kerak. Baka hozir tushlaydi. Ozgincha anaqa joylari bor baribir. Ozgincha u javonchalik ko'p emas. Ya'ni biz ishlatishimiz kerak bo'lgan mana bunaqa Word Edit bot ham kerak bo'ladi. Moda bot bor shuni faqat. Hozir biz birinchi bizni anaqasini olib chiqamiz. Hozir ko'rasiz narsani. Hozircha bizani nima deydi? Chiqargan joyimiz, zinamiz. Hozir endi bu yerda chiroyli qilib dekoratsiya qilib atlarni ko'tarib chiqishimiz kerak. Hop, mana shundan boshlab mana shu qilamiz, lekin bundan tepaga ko'taramiz. Mana shunda bo'lsa yetarmikan? Endi u yetadi. Set quartz. Mana bitta bu yoqdan tashogacha. Set quartz. Hop, bitta botdan bitta botdan set quartz. Yosh bunda set quartz. Set quartz. O mana chutki. Xo'sh, endi qiladigan ishimiz matlarni bunda biz chiqishimiz kerak. Matni ham bunda buzamiz. Hop, ikkita bu yoqdan buzildi. Endi bu yoqdan ham xuddi shuncha buzishimiz kerak. Bu yoqdan ham xuddi shuncha buzishimiz kerak. Buni o'rtasini aniqlashimiz kerak. Hozir bizda bitta olib qo'yib chiqsak, taxminan mana shu o'rtasi sentr ekan. Bo'ldi. Endi hozir mana bank stiliga o'xshatib old tarafini shunday qilib to'g'rilab chiqamiz. Sizlar ko'rishni davom ettiringlar. Mana do'stlar, old qismi tayyor bo'ldi. Menga bank degan yozib bir amallab yozib chiqdim. Sal bo'lsa ham o'xshatdi degan deb o'ylayman. Hop, endi ichkari qismiga o'tadigan bo'lsak, ichkari qismini
unchalik ko'p xonalar qilishimiz shart emas. Hatto ozgina kassalar qilamiz. Mana yerda save turgan joyini qilamiz. Xullas, oddiy neobычный bo'ladi. Ko'ringlar, davom etamiz. Xo'sh, mana bularga mana oynalarni ham qo'yib, tomini yopib chiqdim. Hozir bankimizda mana endi hozir biz buni ichiga xonalarni qurishimiz kerak. Bo'ldi, почти. Taxminan ish qattadir, lekin yomon bitdi. Zombi yuborga shu yomon asar musotdi. Ash yoqmayapti, ash xirillash. Hop, mana bunda tepaga chiqarsak, taqtirib set quads. Mana, cho'tki bo'ldi. Endi botga har bittasiga xona qilib chiqishimiz kerak. Hop, mana bitta xona nechtalik bo'ldi? 6 talik bo'lsa, ana ikkita eshik qo'yamiz. Mana bunda qo'yamiz. Bunda bitta hojatxona degan joy kerak. Bitta bu yerdan belgilaymiz. Mana kichik. Set quads. Mana adashmasam mana shu yerdan. Ashkichi. Set quads. Aslan busilib ketdi bor shuni birinchi bosib urib. Xirillab urmasam musottam zombilashi. Quads. Hop, mana. Bashiyatdan bir o'qol. Amal. Farqi yo'q bizga. Endi anta bitta belgilaymiz-da. Katta ashtini bitta. Ayaqcha. Set quads. Yetti qilib qo'ydim. Hop. Mana. Belgilaymiz. Mana. Bo'ldi. Da. Yani kıçımda. Hep beşerin koyuyorum. Hoş. Keyin ben onu sevmedim. Da kılavuz değiştim. Da gelip. 8 kişi ekan. Da. Mana. Bo'ldi. Endi bu xonalarga svet qo'yib chiqishimiz kerak. Bu safar oddiy boshqacha bunaqa svetdan qo'yib chiqaramiz. Hech ham bo'lmaydi bu safar. Oddiy bank var. Hop. Mana yomg'ir yog'ardi. Bo'ldi. Birinchi xona tayyor. Tashqarisiga mashina qo'yib chiqamiz. Bunda bo'lsa kashtan bunda. Hop, mana bo'ldi. Imam oladi. Bu yoqqa. Bo'ldi, mana bankimizga eshiklarni ham qo'yib, chiroqlarni ham qo'yib chiqdim. Endi bitta dona qiladigan ishimiz, sal dekoratsiya qilib qo'yishimiz qoldi. Mana shunday bunday qilib, mana zavr qilamiz. Ozgina. Mana. Shunday qilsak, bu yoqdan xuddi shunaqa qilib bunday mana hop mana cho'tki bo'ldi. Teknikda o'tirishga skamyaga olib qo'ysak, hozir
o'sha qanaqa nima deylardi falokat. Asab balamizdan ishdan sekin. Hozir qadar topamiz. İşlemek yok. İşte ol şeri. Bu diyor. Koş. Bu da yok. Bu da yok. Hop yok. Falokat qayoqqa ketib qoldi? Narsa bor edi bitta. Skameyka prosta inglizchasini esdan chiqarib qo'ydim. Ishda o'lcham mumkin. Bu ham yo'q ekanda. Mana. Hech narsani qo'yib qo'ysak, ichkarida navbat kuzatganlar ishda biz ekan salqarroqda o'tirishadi. Hop mana. Dori qo'ysak, cho'tki bo'ladi. Atakan bitta qo'yamiz. Bu yerda ham mana bitta. Bundoq qo'yib turib. Bundoq qo'yamiz. Bo'ldi, cho'tki. Obunachilar mana shu qurgan bankimizda o'zingizlar baholaysizlar. Keyingi qismda yana nima qilishimizni aytasizlar. Hammalarga rahmat. Keyingi videoda ko'rishguncha.